Taxtani bazasiga kelganmiz. Hatto nimaga baza desiz, общий ko'rib turibsizlar, batda tovarda juda ham ko'p assortiment bor. Batdan ponni taxta bozorlariga, hattoki Asakagacha chiqib ketar ekan. Hozir Marlon ular Satkakuridan Qumtepa tomon yurganingizda, mostdan tushishingizda mana Global Tekstil bor. Global Tekstil bilan yonma-yon joyda. Batda demoqchimiz, optim olmasangiz ham donaga ham o'zi qo'yilyapti. Oldin donaga kamdan kam bo'lgan ekan, hozir endi mana marketing qilib donaga ham sotishni boshlashyapti ekan. Bemalol bitta uy qurasizmi, ikkita uy qurasizmi, necha uy qursangiz ham kelib olishingiz mumkin. Agarda optim oladigan bo'lsangiz ham narxini chiroyli qilib berishadi. Batdan misol kak bazada mana bu tomonni ko'ryapsizlar, rekalar ishlashyapti. Qancha zarur bo'lsa, nomer qoldiryapti, silon qilaverasizlar. Bular reka ekan mana. Ana sindi bitta reka. Ashna siniqlarni ajratib qo'yishadi. Xo'p, bu tomonimiz menimcha bu mana rekalar ham tayyor turibdi, aytdi. Hozir sezon bemalol telefon qilsalaring, narxini surishtirib, nomer qoldiryapmiz. Akamizning nomerlarini qanaqa razmer, necha pul, qayerda bemalol surishtiraverasizlar. Dastlabki bor viloyat bo'yicha, bundan tashqari eng qizig'i narxi ham arzon ekan. Bemalol telefon qilsalaring, sizlarga mana shunaqa zo'r optim joyga kelganmiz. Shtuk olishlaring mumkin. Marg'ilon, Farg'ona, Kirgilikda uy quraman deganlar ham mana shu yerdan shunday bazamizdan kelib olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar.